ayda 30-40 ming ko'yliq bozorlardan bu tillavoz 31 da xashijovchidan oldilar. Shu Qarag'ay maktabdan daq nima deymiz mana? Shu so'ning udullikka mana qizillik dastiga dukan 31 da. Bu dukan asosan o'quvchilar bilan ham nima bilan bozorchiqroq bo'lar ekan. Ada ta'til yig'ida ishga kirsak bu dukanning cho'ngligini bir ko'rsatay. Butun mallar bilan sizga shu top bahada hisoblab 31 da birinchidan mayada oshxonasi va kichik oshxona tomoqsini xolosidan tatib kerimizga yansak hamda kirdik ma arliqda mayada bir kichikina bir uy bor ekan mana. Bu shu dukan qilgan ikkinchi qavatni yodilg'a yaqin olib ekan. Dukanniki hamda eng to'van so'tsi 500 ga bo'lib baqqan, eng yuqori so'tsi 3000 ga qilib baqqan ekan. Nima uchun so'z o'sha shanba kunlari o'qish jiqqanlikda vashi bo'ladi ekan. Qolgan kunlar normal bo'ladi ekan. Men ko'ydim tushmay bo'lgan ba'zi vaqtlarim bor ekan. Bu gapni aniq tapasak bo'ldi. Dukan tigidan o'zini ekan ijoratni mo azam bergan bo'ldi. Mollarni hisoblab o'tkazib berib, 1 yillik asimisan 1 yillik 2 yillik 2 yillik bergan bo'ldi. Bundan birdan bir sababi cho'nglar Urumchida og'riq. Shunga mushu qizlar Urumchiga birdan bir shu cho'ngning qishi turmush bo'lmaygan bo'lib qoldi. Yo'lishninki ko'chatlikka uni tatib tushgan. Shu ikki dukan bor ekan. Birsi ma'vo, birsi ko'chatlik bo'lgandan keyin shu dukan tatib numarini deb beray. O'zim aloqasi bilan o'zinglar kelib ko'rishib, dukanning amaliy ahvolini ko'rib qo'yildimi? 199 99 78 94 71 degan nomerga bevosita qilsangiz dukanning tafsiliy ahvolini sizga deb berdi. Endi adresini to'liq ham bir deb beray. Aytayozga qoldi. Bizning Qarqa suvi ishini unutmang. Saqsa jig'ini farq eting. Bizningki aqton ayamini xashijovchi. Xashijovchini kirishdan 10 qo'l ishkini azroq ma'nosaz mana. Qizil gilos turlik mallar dukani degan mush dukan shu juma. Endi shu gap Jin Qarqash va Jaqarqash farq etib bilib deyishim.